Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana xudo xolasa biz Turkiston shahardagi maktablarga boshlang'ich sinf, 1-sinfdan 4-sinfgacha matematikalarni, keyin bo'g'inlab o'qishlarini, kitoblarni oldik. Bu kitoblarning umumiy soni 3000 dona. Hozir ko'rsataman qolganini. Xudo xolasa mana kitoblarimiz, o'qishni o'rganamiz. Kitob boshlang'ich sinflar uchun chiroyli xat, matematika kitoblari, husni xat, mana tagida katta kitoblarimiz bor. Mana shunday xatning chiroyli bo'lsin degan kitob. Qisqasi, xudo xolasa boshlang'ich sinflar uchun shu Turkiston maktablariga hozircha 3 maktabga bordik. Qolgan maktablarga ham borib yetkazib beramiz. Mana tagida turibdi, korobka bilan. Bu 4-sinf matematikasi. Endi bu yoqda turganlar hozir ko'rsataman. Mana 2-sinf matematikasi. Endi bu yerda mana bo'g'inlab o'qish bor. Keyin xudo xolasa mana 3-sinf matematikasi bor. Ya'ni jami hozir bizda shu yoshlarimiz uchun Turkistondagi 1 va 4-sinf orasidagi o'quvchilarga 3200 kitobmi shunday olindi hozir. Yana 140 dona kitob keladi, shu bilan tukasib bo'ladi. Mana shu kitoblarni sotib olyapmiz, omonchilik bo'lib tursa. Pulini hozir bilasizlar, hamma yoq rassrochka bo'ldi u. Mana shuni xudo xolasa zakat vaqtida to'lab beramiz pulini. Hozir 3000 kitob, chunki bular bolalarimizda kitob yetishmayotgan holat bor. Ko'p ota-onalarimiz bolalarga kitob olib berolmasa ham, biroq to'ylarga, cho'rnikaslarga, kiyinishiga yetkazadi, kitobga yetmayotgan ahvol bor. Shuni bilasizlar, ko'pchilik biladi buni. Hammamizning o'sha problemamiz, bizning Turkistonning hammasining bir problemasi bor. Bu ham bo'lsa shu to'y. Biz endi duoni ham to'g'rilashimiz kerak. Topqani to'yga buyursin deb emasligimiz kerak u deymanda. Topqanimiz yaxshilikqa, topqanimiz bola-chaqaning bilimiga deb ham duo qilmasak, faqat topqanimiz to'yga ketyapti. Shuning uchun mana xudo xolasa bolalarga kitob yetishmaydi deyotgan maktablarga tukas yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Kelasi yil sentyabrda 1-sinf, 4-sinf orasida hamma shahar o'quvchilar hammasiga kitoblarni 100% qilib berishga harakat qilmoqchimiz. Xudo xolasa ko'rsatyapman, kitoblarni ko'ryapsizlar. Olgan kitoblarimiz hozircha mana shu. Buni birinchi kundan boshlab tarqatyapmiz. Kitoblarni yetkazib beramiz maktablarimizga. Alloh razı bo'lsin yigitlarimizdan, yordam qo'lini cho'zyapgan, bizga qo'ldan kelgancha yordamlashib, qarashib, juma kuni juma muborak bo'lsin deb 500 tanga, 1000 tanga tashlayotgan yigit qizlarimiz, hadiya qilyapgan yigit qizlarimiz bor. Shularning hammasidan Alloh razı bo'lsin. Alloh taolo yaxshiliklar ato etsin.